Uf. Mana bu qanjiq hali ham shu yerdami? Bugun bir o'quvchimizning uyiga borib, uni o'qitib kelishim kerak ekan. Tepadan shunday buyruq berishdi. Hey Dilnoza, Qo'chqorovda o'qitgani ketyapsanmi? Ha, siz qayerdan bildingiz? Meni jiyanim bo'ladi. O'tir, mashinaga, o'sha yerga ketyapman, olib borib qo'yaman. Meni yomon inson deb o'ylama. Shunchaki xarakterim shunaqa. Aslida aybim-chin seni yoqtirib qolganim. Tezroq kelishsa yaxshi bo'lardi. Shashlik ham sovib qolyapti. Mana shu xonadon. Men hozir kiraman. Bugun meni qo'ynimga kirasan. Xohlaysanmi, yo'q? Meniki bo'lasan. Dilnoza juda kech qolib ketdi. Men tashqariga chiqib qarab keleychi. Qizim, qayerlarda yuribsan? Seni kim bu ahvolga soldi? Gapir. Raisning o'g'li. Bu arizamiz bilan uni qancha muddatga ozodlikdan mahrum qila olasiz? Otaxon, aniq bir narsa deyish qiyin. Avval surishtiramiz, tekshiramiz, rostmi yoki yolg'onmi? Xo'p, qani, kutaylikchi. Tur, ketdik. Oh, quyoncham o'zimni. Boraver, ishingni qilaver. Assalomu alaykum, rais buvi. Qandaysiz? O'g'lingiz ustidan ariza tushgandan xabaringiz bormi? Kimdir zo'rlab qo'yganmish. Shunga sizga birinchi bo'lib o'zim xabar beray dedim. Ha, shunaqa degin. Menga ismi sharifi, manzilini ayt. Yigitlarga aytaman, men o'zlari hal qilishadi.